Assalomu alaykum. Keyingi 10 kunlikda Samarqand viloyatida Allohning mashiati ila kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. 1-fevraldan 10-fevralga qadar har kuni havo bulutli bo'ladi. 1-3 fevral kunduzlari 12-16 kechalari 5-7 daraja iliq bo'lib, 2-fevral kuni yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 4-fevral kunduzi 17 kechasi 8 daraja iliq bo'lgan ob-havo 5-fevral kuni yomg'ir yog'ib keskin tushadi. 6-fevral kunduzi 2 daraja iliq, kechasi 2 daraja sovuq bo'lib, ayrim joylarda yoqimli qor yog'ishi ehtimoli bor. 7-fevral kunduzi 8 kechasi 2 daraja iliq, 8-10-fevral kunduzlari 12-13 kechalari 5-6 daraja iliq bo'lishi ehtimoli bor. Yaqin 10 kunlikda o'smirlarga allergiya darajasi aktiv emas. Boshqa kunlari odatdagidek bo'lgan havo bosimi 5-6-fevral kunlari biroz oshishi ehtimoli bor deyilmoqda ob-havo saytlarida. Havo tozaligi indeksini ko'rsatuvchi moddalar boshqalar me'yorida faqat PM2.5 ko'rsatkichi ta'sirchan guruhlar uchun oshganini ko'rsatmoqda. Sizga qaysi hudud ob-havo ma'lumoti qiziqroq ekanligi haqida izohlarda yozib qoldiring. Har qanday ob-havoda ham sizni yaxshi kayfiyat tark etmasin. Salomat bo'ling azizlarim.